Qaysi avtomobil haqida gap ketyapti? Nima deb o'ylaysiz? Qani o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringchi. Qaysi avtomobil? Mana Jasur akam srazu topib qo'ydilar. Largus yo Niva deb. Aziz do'stlar, e'tiboringiz markazida Lada Largus. Lada Largus. Mana hamma Jasurbek ham Largus debdilar. Ahmadjon Largus, BMW fan Largus. Hamma Largusligini bittada. Jasur akam ham shunaqa dedilar. Berdimurod akam, Dilorom Sherbekova Ladami xuddi shunaqa Lada. Avtomobil 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 260 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Demak, avtomobilimiz ishonchli A-bozor diagnostika markazi mutaxassislari tomonidan to'liq tekshiruvdan o'tkazilgan. Bu yana propan gazi ham bor ekan-a? Propanmidi bunda? Propani? Propan gazi ham bor. Avtomobil juda ham zo'r. Demak, bilasizlar, propan gaz metan gazga nisbatan sal kuchliroq bo'ladi. Xo'sh, diagnostika xulosalariga ko'ra avtomobilni ko'ramiz. Rangi ham bir ajoyib, kul rangi ham emas, qanaqa desa bo'ladi buni? Bronza rangiga yaqin. Old chap, demak, parokda qiyshaygan joyi bor ekan, bukilgan joyi ozgina. Mana shu ko'rinmaydi, uni pastroqda.